Endi Barselona Atletiko o'yini takror bo'lmasligi aniq. Real Madrid va Atletico Madrid uchrashuvi bor. Imkoniyatlar qanaqa baholaysiz? Endi Barselona Atletiko o'yini takror bo'lmasligi aniq. Bu Atletiko, chunki Atletiko o'z birinchi davrada ham ko'rdik, Xabi Alonso jamoasini anchagina qiynadi. To'g'risi hamma narsa kutsa bo'ladi bu uchrashuvdan. Üst-üstek yo'qotishlar bilan kelyapti Real. Mbappesiz baribir qiynaladi. Men Gonzalo Garcia hat-triklar qilgan bo'lmasin, baribir Atletiko boshqa daraja. Betis emas, bunaqa ochiq futbol taklif etadigan. Endi Real imkoniyatini ozgina yuqori deb o'ylayman, lekin qiyin o'yin bo'ladi. 55 ga 45 da uzoq borsa, unaqa katta farq bilan emas. Demak, agar Real finalga chiqadigan bo'lsa, biz El Clasico ko'ramiz. U yerda qanaqa baholaysiz imkoniyatlarni? Tarkibdan hozirgi holatidan kelib chiqsak, baribir Barselona nisbatan yaxshiroq holatga kelyapti o'zi aslida, tan olish kerak. G'alabalar seriyasi, undan tashqari xarakter ko'rsatishni boshladi. Bu Barselonada Tizimli futbol bor. Ham tizimli, ham undan tashqari Flickning katta yutug'i, oldin biz ko'proq Realda yoki United yana qanaqa jamoa Liverpoollarda ko'radigan narsa. Ya'ni Barselonada o'yin chiqmasa-chi, olib chiqib ketadigan futbolchilar har doim bo'lmas. Messilar qilishi mumkin, lekin umumiy jamoaviy qutqaruvchilar kam bo'lardi. Hozir qiyin vaziyatdan chiqib ketishni uddalyapti. Comebacklar soni ko'pligidan ham buni tushunsak bo'ladi. Yoki oxirgi daqiqalarda kiritilayotgan gollar soni ko'paygandan ham. Shuning uchun bu ikki hissa Barselonani xavfli qilyapti deb ayta olaman. Lekin baribir Klasikoda, bu Klasikoda ko'p narsa o'zgarib ketishi mumkin. Bitta voqeani o'zi hamma narsani hal qilib qo'yishi mumkin.